Joriy yilning 17-mart sanasida Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev boshchiligida ichimlik suvi va issiqlik ta'minoti, mahallalar obodligi va qishloq xo'jaligi bilan bog'liq masalalar bo'yicha videoselektor yig'ilishi o'tkazildi. Qishloq xo'jaligi sohasida yurtimizda 93 mingdan ziyod fermerlar faoliyati tadbirkorlik reytingi orqali baholanyapti. Endi bu reyting hosildorlik, ishchi soni, mahsulot hajmi kabi mezonlar bo'yicha alohida bo'lishi ma'lum qilindi. Shu kabi tizimda bir nechta yangicha ish uslublari amalga oshirilishi aytib o'tildi. Mazkur yig'ilishda Xorazm viloyatining Xonqa tumanidagi Sultonboy Xonimjon fermer xo'jaligi rahbari Egamberdi Sobirov prezidentimiz bilan muloqot qildi. Bu jarayonda davlatimiz rahbari fidoyi fermerning samarali faoliyatini inobatga olib, davlat mukofotiga loyiq ekanligini ta'kidladi. Xorazm sharoitida 50 sentrdan ko'p paxta, 110 dan g'alla olib daromadni manfaatni sezyapsizmi yo'qmi o'zingiz? Menfaatdorchilik bor yerda albatta harakatchanlik bo'ladi, intilish bo'ladi. Hali Xudo xolasa biz uning bilan chegaralanib qolmaymiz. Juda katta chunki imkoniyatlar, ishonchlar bildiryapsiz. Kechani kecha, kunduzni kunduz demay harakat qilamiz. Berib qo'ygan imkoniyatlaringizni ko'rib, kecha uxlamay ishlasak ham oz deb o'ylayman, hurmatli prezident. Mana shunday shiddat bilan niyat qilganingiz uchun men sizdan minnatdorman va bugun farmonga qo'l qo'yaman. Sizni ham do'stlik ordeni bilan mukofotlamoqchiman. Qahramonlik bu Xorazm sharoitida qachon bunday bo'lgan? Xanqada ham bundaqa hosildorlik bo'lmagan, 40 bo'lgan, o 50 dan oshiq bo'lmagan. Shuning uchun men bu insonga orden berganim bejiz emas. Mana shu mehnati uchun beryapman. Shu kunning o'zida Prezident farmoniga ko'ra Egamberdi Sobirov do'stlik ordeni bilan taqdirlandi. Xonqa tuman hokimligida viloyat hokimi Jo'rabek Rahimov mazkur mukofotni o'z egasiga tantanali tarzda topshirdi. Uzoq yillardan buyon qishloq xo'jaligining turli tarmoqlarida samarali ishlab kelayotgan qahramonimiz bunday e'tibordan mamnunligini ifoda etdi. Men bugun juda ham xursandman, chunki kecha hurmatli yurtboshimiz video selektor yig'ilishida bir qancha tadbirlar belgilab, shu jumladan agrar soha xodimlariga ham vazifalar topshirdi. Biz bilan muloqot qildi. Muloqot jarayonida bildirgan takliflarga binoan biza yengillik bo'lishi uchun ilg'or fermerlarning safini kengaytirish uchun tadbir jarayonida fermer xo'jaliklarini reyting baholash mezonini belgilash to'g'risida taklifni o'rtaga qo'ydi. Bu jarayon biza juda ma'qul bo'ldi, chunki biz jonkuyar fidoyi fermerlar bu tadbirni necha yillar davomida orzu qilib kutib kelardik. Kuni kecha shu biz kutgan tadbir amalga oshirildi deb o'ylayman. Prezidentimiz bilan men bevosita muloqotda bo'lib, o'zimni fermer xo'jaligim faoliyatim to'g'risida olib borayotgan islohotlar to'g'risida gapirdim. Meni davlat mukofoti bilan taqdirlashini aytdilar. Shu kunning o'zida meni taqdirlash to'g'risida farmon imzoladi. Bugun menga mana viloyat hokimi do'stlik ordenini tantanali ravishda topshirdi. Xursandman bundan. Bu mukofot shaxsan men uchun emas, balki butun Xorazm xalqini, soha xodimlarini berilgan prezidentimizning e'tibori mukofoti deb bilaman. Chunki Xorazmda dehqonchilik qilishning o'ziga yarasha bir mashaqqatlari, jarayonlari kechib o'tadi, issiq sovuq joylari hammasini yengib o'tgan holda soha xodimlari juda katta yutuqlarga erishgan holda prezidentimizning ishonchini oqlab kelyapmiz. O'zim ham fermer xo'jaligimda ilm bilan yangi texnikalar asosida ishlar olib borib, hosildorlikni bundan-da yuqoriroq darajaga olib chiqishga bor kuch bilimimni ayamayman. Men fermer xo'jaligi sifatida 2006-yil ish boshlaganmiz. Shu ish boshlash jarayonimizda hech qanday bir deyarli huquqqa ega emas edik desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Shuning bilan bir qatorda hech qanday moddiy texnika bazasiga ega emas edik. Keyingi yillarda yine yangi texnikalar kirib kelishini hurmatli yurtboshimiz o'zi boshqash bo'lib, bizni moddiy texnika bazasi bilan ta'minlashda boshqash bo'ldilar. Biz shu imkoniyatlardan, berilgan subsidiyalardan foydalangan holda zamonaviy texnologiyalarni xarid qilib, juda katta yutuqlarga erishdik. 25 sentnerdan bugungi kunga kelib 50-60 sentner paxtani, 110 sentnerdan ziyodroq g'allani darajasini olish darajasine borib yetdik.
Egamberdi Sobirov hozirda paxta, g'alla yo'nalishida faoliyat yuritib kelmoqda. Ko'ksini bezagan Do'stlik ordeni bejizga berilgani yo'q. Xorazm sharoitida dehqonchilikning o'ziga xos talablari bor. Ana shu ilmni olgani, qolaversa, sohaga innovatsiya bilan yondashgani sabab davlat rahbarining e'tiboriga tushdi. Fermer bo'lish, yer bilan tillashish oson ish emas, juda mashaqqatli ish, chunki dehqonchilik sohasining o'zi bir murakkab jarayon, chunki ochiq tabiat bilan bog'liq. Tabiat bilan inson baravar til topish bilish kerak. Yerdan unumli foydalanish uchun yerda sirini, yerda tilini bilish kerak, dehqonchilik tilini bilish kerak. Uning uchun dehqonchilikdan bir yuqori hosil olish uchun dehqondan o'ta bir mahorat talab qilinadi. Chunki ham bir xil jarayon emas bu, tabiatning kelishine bog'liq. Shu yildagi narsani takrorlab bo'lmaydi. Masalan, oldinlari yerdan unumdor foydalanish maqsadida g'allani ekish uchun bir yil yer bekor qoladi edi. Hozir qancha minglagan gektarlarda paxtani ichine paxtani yig'ib olishdan oldin g'alla egiladi. Bu nima demoqchimiz? Buning bilan yerdan yuqori unumlarli foydalanadi, vaqtdan tejaladi, bo'lmasam bir yil yer bekor qolib ketishi mumkin bo'ladi. Bu qishloq xo'jaligi eng og'ir soha. Men ham shu sohada mehnat qilganman. Men 83 yoshga kirdim. Bugungi kunda qishloq xo'jaligida qilinayotgan ishlarni hamma sohasi bo'yicha prezidentimizning chiqargan qarorlarini juda ma'qullayman. Zamonaviy texnikalar, tamshqilatib sug'orish, yomg'irlatib sug'orish va boshqa hamma texnikalar ish qilaman degan odamga hamma sharoitni hurmatli prezidentimiz yaratib qo'ydi. Hurmatli prezidentimizning farmoni e'lon qilinib, tumanimizda Egamberdi Sobirovga davlat mukofoti Do'stlik ordeni bilan taqdirlanganligi xonqolik fermerlarni, xonqolik xalqimizga yana kuch-quvvat ato qildi. Tumanimizda eng yuqori hosil olib, 50 sentnerdan yuqori hosil olib, o'zining mehnatkashligini namuna qilib ko'rsatdi. Eng ilg'or tajribalarni qo'llayapti. G'alladan, paxtadan eng yuqori hosil olyapti. Bugungi fermeri albatta vaqt bilan, zamon bilan hisoblashish kerak. Chunki vaqtni ketina qaytarish vakolati hali shu paytgacha hech bir jonzotga berilmagan. Bundan aqlana to'g'ri foydalanish uchun to'g'ri tadbir belgilab olish kerak. Har bir dalaning, har bir fermerning o'zining tadbiri bo'lishi kerak. Chunki hurmatli yurtboshimiz ta'kidlab o'tgandek, har kim, har sohaning o'zini tadbirkori bo'lishi kerak albatta. Men agrar sohani hech bir sohaga tenglamayman. Chunki Alloh bergan tabiat biza bir bitmas, tugalmas boylik. Demak, dehqon nima qilish kerak? Dalaga ko'chib chiqish kerak, kattadan kichik o'zine sharoit yaratish kerak, ekin-tekinni qilish kerak barvaqt. Hozirgi zamonda bir yerning o'zidan 2-3 hosil olish imkoniyatlari tug'ilmoqda, ilm-fan darajasine ko'tarilib ketdi. Shundan aqlana samaralar foydalanish kerak deb o'ylayman. Shu kunlarda havo haroratining keskin ko'tarilayotgani dehqon fermerlarni vaqtdan unumli foydalanishga undayapti. Respublikamizning shimoliy hududi Xorazmda ham bahorgi ekin-tikin ishlariga kirishildi. Egamberdi Sobirovga tegishli yer maydonida chigit ekish ko'rgazmali seminari ham tashkil etildi. Nuroniylar duosi bilan yerga baraka urug'i sochildi. Tadbirda joriy yil g'o'za parvarishi bilan bog'liq muhim agrotexnik tadbirlar haqida mutaxassislar ma'lumot berdilar. Fermerning dala chetlaridan unumli foydalanayotgani, tomchilatib, yomg'irlatib sug'orish texnologiyalarini joriy qilgani va boshqa ishlari namuna qilib ko'rsatildi. Mana bugun joriy 2025-qishloq xo'jalik yilida ilk bor Xorazm viloyatida chigit qadadik. Yangi texnologiya asosida plyonka ostına ekiladi. Bir vaqtda o'zida juda aniqlik, sifatli darajada egadigan yangi texnologiya asosida qilinyapti bu ish. Biza yangilik, shuning uchun bir vaqtroq boshladik. Aslında dehqonga muddat belgilangan emas, falon chista kuni egasan. Hali aytib o'tganimizdek, dehqon o'zini o'zi tadbirkorlik qilish kerak.
yilni keluvi muddatga qarab u yoki bu muddatni o'zgartirish vakolati o'zida uni. Allah Teala shunday issig'ini berib turibdi. Mana bugun 28-24 gradusga boryapti. Aslında yerde toprak temperaturasi 12-14 gradusdan surtishni oshgandan keyin chigit harakatchanlikni boshlaydi. Shunday ekan kun shuncha qizib qo'yadigan davrda har bir daqiqa g'animat, vaqtdan to'la foydalanishimiz kerak. Sifatli qilib ekish ishlarini boshlashimiz zarur endi. Men o'zim fermer xo'jaligimizda 60 gektar paxta maydonida paxta egaman. Xitoydan keltirilgan navla, o'zimiz mahalliy navla egib ikkisini eksperiment tariqasida ko'ramiz. Hali Xitoy navini ikkinchi yil egishimiz bu yil. O'tgan yil ham ekdik. O'tgan yil o'zimiz mahalliy navda hasharat bilan ozgina zararlanish bo'ldi. Xitoydan kelgan Xitoy navlarida hasharatdan zararlanish bizning navga nisbatan kamroq bo'ldi. Shuning uchun ikki navdan eksperiment qilib ko'rajakmiz bu yil. 27 gektar maydonga g'alla ekib qo'yganmiz. G'allani ham barvaqtda kuzda egib, mineral o'tlarni hamma tadbirlarni qilganmiz. G'alladan o'tgan yili juda bir muvaffaqiyatli yil bo'ldi g'alla uchun ham. Bu yil ham barvaqt uyg'onishda g'allamiz. Xudo xolasa bu yil ham shu 110 sentnerdan kam bo'lmagan holda hosildorlik kutib turibmiz. Faqat paxtaga, g'allaga qarab o'tirishimiz kerak emas. Dala atrofina tut, mevali, manzarali daraxtlarni egib, undan ham foydalanish kerak. Bir astoydil yontashgan holda o'zi ixlos bilan qilsa, u dehqon charchamaydi. Bir topshiriq boshqa kutib o'tirmaydi. Hamma narsani o'zi qiladi. O'tgan yil dala chetida sabzavot mahsulotlari, mevali, manzarali daraxtlar, ipak qurti boqish uchun Surxondaryo viloyatining Sho'rchi tumanidan hozirgi bir yuqori unumdorli yaproq beradigan pilla qurti boqish uchun tut ko'chat olib kelib ekkanmiz. İnson qadri ulug'langan yer, dehqonning mehnati ulug'langan yerni hech qachon baxtda yotmaydi. Prezidentimizga rahmat. Ana shunday e'tirof qilib, dehqonlarning mehnatini qadrlab turibdi. Demak, bu dasturxonimiz to'kin sachin bo'ladi, xalqimiz farovon bo'ladi, osmonimiz musaffo bo'ladi degan gap. Rizq nasibamiz ana shu yerdan. Meni nazarimda bugungi fermer zamonaviy texnika, texnologiyalarni mukammal bilishi kerak. Kecha prezidentimiz e'tirof qilganidek, yilda 360 kun mehnat qilishi kerak. Agar bir kun mehnatdan to'xtasa, u ko'zlangan natijaga erisha olmaydi. Eyambariyan ana shunday fidoyi, mehnatkash, halol mehnat qiladigan, hamma narsaga shu o'zini mehnati evazina erishgan ajoyib insonlardan birisi shu. Endi men ham shu sohada ishladim, mehnat qildim. Eyambardi bilan birgalikda hozir nafaqadaman. Bugungi fermer izlanuvchan, bilimli, ilmli, tadbirkor bo'lishi kerak. Prezidentimiz buni talab qilyapti, zamon ham buni talab qilyapti. Men shu Qanqa tumanidagi 40 qishlog'i hudud rahbari bo'laman. Meni hududimda shu paxta, g'alla, chorva, fermer xo'jaliklari 75 tadan iborat. Shu 75 ta fermer xo'jaligining hozirgi kunda 65-70% quyosh panellariga o'tgan. Dala shiyponlarda o'zlarining suv nasoslarini, suv chizuvchi texnologiyalarini shu quyosh panellari orqali ishlatib turibdilar. O'zlaridan ortgan vaqtda elektr energiyani davlatga sotib ham turibdilar. Hozir 65% dedim. Shu yilning oxirina 100% shu 75 fermerimiz ham shu quyosh panel tizimini o'tamiz. Sultonbog' Xonimjon fermer xo'jaligi rahbari Sabirov Egambardi tomonidan hozirgi kunda ham shu quyosh panelini ishlatishda va shu suv chizuvchi texnologiyasini tomchilatib sug'orish, yomg'irlatib sug'orishni quyosh paneli orqali ishlatib turibdilar. Endi bu Sultonbog' Xonimjon fermer xo'jaligining rahbari jonkuyar, dehqon, zamon bilan birgalikda ishlaydigan bir juda bir mehnatsevar fermer hisoblanadi. Ha, mehnat qilgan elda aziz. Egamberdi Sobirov ham tinimsiz izlanishi, harakati, tajribasi orqali o'z kasbining yetuk mutaxassisiga aylandi. Mehnati ulug'landi.